hop kim qancha ko'taradi shouimizni 9-songa keldik. Bugun treninglar ichida почти eng yoshi kattasini olib kelganmiz. Maksim Zal, Dilshod aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bizda show formatida o'zi asli kim qancha ko'taradi degan, ya'ni biz turnik rim bitkga ko'tarardik. Endi siz iftorlik hisobidan o'zingizni nimangizda ko'rsatib berasiz. O'zingizni tanishtirib berasiz. Men Nazimov Dilshod Muhammadovich. Shu zalda 1997-yilda o'zimiz ochganmiz. Vladimir shu bolalar 97-yildan beri trenirovka qildirib, chempionlarni ko'paytirib kelamiz. Shu vaqtgacha. Stajashingda 30 yil bo'lib qoladimi misol? 30 yildan kamroq, lekin 97da ochilgan bo'lsa, o'zimiz o'sha 2008-yilgacha trenirovka qilgan bo'lsak, undan bu yog'iga, 2008dan bu yog'iga staj bo'ldi. 18 yil o'zim trenerligimda shu yuraman. 97-yil o'zimiz ochganmiz. Biz ochgan, men borgan zallar ichida eng yoshi kattasi ekan. Tashqi 29 ga kiribdi. Yaqinda 30. Sen necha yoshdasan? Men 21 da. Ha, mendan ancha katta ekan. 97-yil ochilgan. Qaysi biridan birinchi boshlaymiz? Tak, liftorski bo'ladigan bo'lsa, har doim liftorskida qaysi biri og'ir ketadigan bo'lsa, shundan boshlanadi. Aytaylik, men o'zim, chist o'zim pistanadan boshlayman har doim. Pistanadan uni oldida razminka обязательно yuraman. Yurgandan keyin обязательно bel qachaqlaman. Mana trenajyorimizda bel qachaqlaman. Bunda o'zim profi bo'lgani uchun 20 tadan 2 patrot qilaman. Yoshlarga 10 tadan 4 patrot qilaman har doim. Bundan keyin sekin razminkani boshlatib, pistanaga kirishib ketamiz. O'zi достижениялар shuncha yil ichida normalniy bo'lgan. Достижения mana достиженияларni ko'rsatadi. Hammasi meniki va shogirdlarimniki. Oxirgisi mana shu yil 2025-yil Moskvada ikkinchi mesdaga ilashib qoldim. Endi qanday ikkinchi mesdaga ilashdik deganimizda, buni men o'zim bir kun kech qolib borib qoldim. Bir kun kech qolib borib, doping urganlardan bilishib qoldim. Shuning uchun men ikkinchi mesdaga ilashib qoldim. Bir kun kech qoldim. Endi chiqsam dedim, chiqib oldim. Nega deganda o'sha rasot qilib borgan, chiqish kerak, toshib kelgan, to'g'ri emas. Chiqib ikkinchi mesda oldi. Shunda siz bular bez doping bo'lganmi shunda? Bez doping. Men har doim bez doping chiqaman. Doping ochiq qilmaganman men. Shu yoshimgacha. Shuni ham hisobga olsanglar, ko'ryapsizlar, u medal qanchaligini? Bez doping. Medallar, nimalar, u ustiga hammasi. Xudo xolasa, mayda 17-mayda shu yer o'zimizda turnir bo'ladi. Zalimizda. Открытый turnir. Hamma kelib usfatsa bo'laveradi. O'zbekistondan bolalar chiqadi, Tojikistondan bolalar keladi. O'zimizga o'xshaydi bolalar, ishqayli bolalar keladi. Katta turnir bo'ladi. Iloji bo'lsa kelib olsanglar bo'laveradi. O'zingizga video, obzor qilib chiqarib bo'laveradi. Toshib beraveradi. Yoshi nechi? Yoshim 74-yil. Men borgan trenerlarning eng kattasi. Bo'ldi bo'lmasa prisidaniyadan boshlaymiz inshaalloh. Shoshilmasdan. Yana bitta narsani aytib ketish kerak. Bu 10 minut, 15 minutli qilingan razminka 3 oylik travmani oldini oladi. Shuning uchun har doim kamida 15-20 minut razminka bo'lishi kerak, обязательно. Tak, har doimgidek birinchi yana razminka, usulsiz 2 patrot 10 tadan razminka qilib olamizda bu. Просто razminka. Bundan keyin sredniy razminka. Bundan keyin sekin-sekin рабочий patrotlarga boshlaymiz. Liftingga birinchisi texnika. Texnikani yaxshi qilish kerak. Обязательно bel tik ushlash kerak, qo'lga yishmaslik kerak. Yurayotganda ehtiyot bo'lib, tizimni kontrol qilib, putlarni kontrol qilib, oldiga, orqaga qilmasdan tekis turishga harakat qilish kerak. Keyin krossovka ham tovon nima bo'lgandan keyin liftor so'ygandan keyin bu shtangit deb aytiladi-ku. Orqasi qattiq bo'ladi. Bu so'ygandan keyin bu jinning ichiga qattiq turadi. Например, mana krossovka bo'ladigan bo'lsa, nimasi подошвасы yumshoq. Bu katta vesni o'tirganda orqaga ketib qolishi mumkin, yoki yonboshga ketib qolishi mumkin ayoq. Shuning uchun shtangitga bo'lsa, pozonochka ham nagruз kelmaydi. Shu. Tak, unda ikkinchisi olganda ko'p bolalar xato qiladi. Olganda shunday qilib oladi mana. Bu xato. Belga, oyoqqa nagruz keladi. Olganda ikki oyoqni qo'yib turib, yaxshi. Belga kelib turib, tekis olasizlar. Ikki qadam orqaga chiqasizlar va oyoq tekis qo'yib, shoshilmasdan belga ushlab turib, tekis o'tiramiz. O'tirdik, islas turamiz bu. Sekin o'tiramiz va start turamiz 2. Sekin o'tiramiz 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Xohlaganlar onun üstüne oturib ichi. Belga nagruzik emaslik uchun. Oldiga, orqaga, tizzalarini, ayollarini razmik bo'lsa bo'laveradi. Biz sekin turamiz anash. Qanchadan boshlaydi? Bu razmika bo'ldi. Endi boshlashimiz 60 dan boshlaymiz. O'zi eng og'iri nechagacha chiqqansiz prisidanga? Tak o'tganda Moskvaga borishdan oldin dekabrda to'liga. 180 dan prisidanga qilyapti. Endi yoshimga nimamga o'zimga yarasha 180 dan. U yerda suvesiya juda qattiq. Bu yerda, например, bizda bolalar ko'p o'tiradi. Shuncha. Ular hisobpas, hisoblamaydi. Shu ham hisobpas. Mana shuncha mana. Shu yerdan turib ketiladi, shu hisob kiradi mana. Полный приседание, как положено. Shu hisob kiradi. Shuni esga olib qo'yish kerak, ilifyorlar. И keyingi подходimiz mana. Рабочий подход boshlayapmiz endi. Programmasiga qarang. Men, например, 5 ta o'tiraman. Nimaga? Shu kuch olib olish uchun. Mesela hozir 100 gacha olib mana. Keyin yana nima qilamiz? Yana xuddi shu. To'g'ri kelamiz. Xohlagan shuni tushiraman. Shuni tushiraman. Ta'kid kelasizda. Ishlangan pasov qo'yaman. Kim o'rniga qo'yaman? Men qo'yaman. Shu yerga qo'ysa yaxshi tushadi ishlangan. Shu ishlangan tushadigan teknoma bor. Oldik. Shu. Hop. Bak. Hop. 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 5. Tak, 60'da 5'te oturttuk. Endi Boshlaylik. 80 qilamiz. Bu patrotlar orasida qancha dam olish kerak? 5 minut kamida. Kamida 5. Vesga qarab. Aytaylik, ves 150, 170, 180 bo'lgan bo'lsa, 7 minut. 10 minut yaqin damasa ham bo'ladi. Shu полный восстановление bo'yicha. Shu. Bu dam olish liftyorlardagi bu bodybuildingga umuman daxli yo'q, ashuni aytib qo'yaylik. Bodybuildingda ularda qanaqa? Ularda ko'proq pumping, ko'proq haftadan ko'p qilishadi. Lekin nimani polni qilmaydi ular? Yarim. Shu pumping bo'lish uchun ko'proq ishonishdi. A bu yerda texnika. Bu yerda обязательно sudyalar bo'ladi, qaraydi, texnikani qaraydi. O'tirishdi, turishdi, dasetdi. Bu yerda komandalar bo'ladi. O'tir, tur, qo'y degan. Shularga diqqat qilish kerak bo'ladi. Haligi 7 minut devorganiga bodybuildingga ko'rayotgan bo'lsa, unaqa emas, unaqa emas. Lifting o'ziniki qancha ko'p dam olib. Sabab 150 kilolar gapdi, 7 minut dam olish kerak edi. Bodybuildingchilar 30 sekund, 1 minut, 3 minutgacha deydi. 150 kiloni turib 1 minutdan keyin qaytib kelib, uni qilgisi kelmaydi, shular ko'ngilga ketadi. Shu uchun iloji boricha aholiga ko'proq dam olib aytyapmiz. Так, endi рабочий подход boshlanganlar обязательно kamar qo'yib bo'ladi, belga. Kamar taqamiz. Nimaga? Bunda уже aytaylik, belga nagruzik kelmaydi katta vestlarda. Belga yaxshi ushlaydi. Bu liftyor kamar bu. Bodybuilderlar ham ishlatadi, lekin shtangislar ishlatmaydi buni. Shtangislarki oldi shiro bo'ladi. Bu liftyorlar bilan keyin mana yerda qotib turadi. Keyin jinliklar. Sama bo'lmaydi. Iminnoy. Iminnoy. Buni bolalar Moskvaga ketganda olib kelishdi. Biz shu Qirg'izistonda bayrog'i, gerbi degandek. Shu yerda borib isbot berilgan kiyimlar bor edi, ular uyda qoldi. Butun ravishni endi. Xo'p, endi ikkinchi подход, средний razmika bu ham. 3 tami? Buni ham. Buni ham 3 ta o'tiraman men hozir. 3 ta yengil. Основной bu yerda texnika. 80 kilo vesti уже hazırdan emas, buni zarga chiqarlar, chiqarlar. Bu yoqdagi oson o'tirib turib qo'yasa, yengil ekan unaqa deb o'ylamanglar. O'zi 100 kilo. Yoshi 50 yoshda, hozir 50 ga kirgan odamlar bo'lgan, nima qilish emas.
o'zini zo'rg'a ko'tarib yurishibdi. Tan olish kerak buni. Bu ushlab turishga misol uchun qanaqadir davlatga tangishasizmi yo? Pitanga men ishlaydigan faqat kerakli ishlaman. Bir sayt ishlaman. Shu boshqa narsalar qo'shmay. Inogda asha aytaylik, nagruzi ko'payib ketganda aniq ish qilaman. Juda ya. Degan ekan, endi yosh o'tgan sari bo'ladi, mana sustroqlarga sal nagruz kelishni boshlaydi. Shunda belgimalar bor, glikosamin bor. Eng flex degan narsalar bor. Shular qo'shganman birarda. Endi aslida katta nagruz, aytaylik shu turnirlarga yaqin. Turnirga 2 oy qolganda biz katta nagruz qilish boshlaymiz. Shunda ishlaydigan narsalar bor. Shu hozir endi Xudo xolasa o'tsa bizda bu yerda o'tkazsak turnirga. Keyin Qozog'istonda turnir bo'ladi. Shu yerga zamonimizdan yeta bir 10 tadan oshiq bola bor. Borib Qozog'istonga suhbat kelamiz, Xudo xolasa nasib qilsa. Eng haligi kuchli shogirdingizni nimasi qanaqa? Eng kuchli shogirdimiz Rossiyasi Xodirov Bahrom. Hozir ham trener bo'lib ishlaydi. Bahrom juda yaxshi rezultatlar qilgan. Bahrom o'tgan yil turnirimizda 82 kilo esa shu yerda 200-2,5 kilo tiyaga qildi. 250 kilo pislanga qildi. Ijim 165 qildi, menimcha esimda yo'q to'shna. 60-65 to'shna. 70 ketmadi lekin 60-65 bor. Shu Bahrom qilgan rezultatlarni menimcha ancha munchasi bo'lmasa kerak. O'shda Qozog'istonda ham u yosh paytidan master sportda международный klassani ham olgan. Moskvada suhbat qildi. Shu bolam juda kuchli bola. 82 kilo 300 kilo chagi. 3,5 kilo tiyaga qildi. U endi sirnamani. Atak zalda tiyaga sprintov deb qilamiz. O'shalar ustidan 320-340 gacha bola boradi. Hozir ham shu bola Xudo xolasa nasib qilsa, turnirda o'zimizga yaqin turnir bo'ladi. Shuni ham 300 kiloga tayyorlayapti hozir. Sayg'asi Xudo xolasa 300 kilo tortadi. Bu ham 82 vesda. Xo'p, bu yoqda 100 kilo bo'ldi. 100 kilo bo'ldi. Tak. Bu ham bizga kerakli narsa. Kisloy bint deb qilamiz buni. Katta veslarda bu juda yaxshi yordam qiladi. Qo'lga. Kist чтобы qayrilib ketmaslik, ayniqsa prislanyada, tiyaga nimada, jimlojada yaxshi yuradi qo'lda mana. Bu professionalni qattiq bu. Ko'rsam bo'ladi o'zi. Bu ancha qattiq hali biz ishlatadiganlardan emas, boshqacha bu. Shunda umuman qayrilmay qoladi. Qayrilmaydi ona. Qo'l qatidi mana ketmaydi, orqaga ham oldiga ham ketmaydi qo'l. Qatidi. O'shadiga nimaga bunaqa issiq kiyim oldi deb odamlar so'rab qolishi ham mumkin. Liftyor har doim issiq kiyinish kerak. Liftyor sovuq qolishi kerak emas. Liftyor tanasi issiq tushadi. Nimaga? Katta veslar ishlaydi liftyor. Shuning uchun travma bo'lib qolishi mumkin. Sizlardan boshqada endi nakolenglar bor, uni taqmadim men bugun. Потому что yengil emas. Liftyorda. Shuning uchun qilmadim buni. Mana. Buni biz ekipировка deb qilamiz. Liftyor ekipировка. Bint, kamar, endi hozir nakoleng bo'lish kerak, yo'q. Обязательно штангетка. Buni aytaylik, hozir kiyib, zaten ko'rsatib beraman sizlarga. Ko'ramiz. Ya 100 kilo. Bu hazakan 100 kiloni 3 marta o'tiramiz. 3 tadan 3 marta deb qilamiz endi. Bu рабочий подход endi. Buni bugun sizlarga ko'rsatib beraman. Olamiz. Xuddi boyagini chiqamiz orqaga. Oyoqni qo'yamiz. Boshga o'tiramiz, bel tek tushimizda va o'tiramiz. Hop. Hop. Oxirgisini olganlar pauza vaqti bo'ladi. Hop. Ko'ryapsiz, 3 kilo odamlarni nimasi bo'lsa bu yoqqa bemalol olishga chiqmasdan. Mana. Endi qaysi biriga o'tamiz? Tak, endi sarnovaniya bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, jimlyojadan keyin, prisanyadan keyin jimlyoja bo'ladi. Jimlyojaga o'tamiz endi. Hop, biz jimga o'tdik. Uni yengil 100 kilo ishladik. Yoshiga ham qarab, ertaman ishlab olgan ekan. Tak, endi jimlyoja. Jimlyojada nima? Birinchida bunda ham как положено razmitadan boshlaymiz. Bunda ham xuddi boyagidek kislarni yaxshi qizib olamizda. Yelkalarni oldiga turib, aylantirib, yaxshi qizitib turib, belga ham sal razmit qilamiz, keyin jimimizni boshlaymiz.
Так, Jimyoja bizda bodybuilderlardan ajraladi обязательно. Biznikida Jimyojada pauza bor bo'ladi. Обязательно pauza kerak. Liftyorga pauza. Nima desa, turnirda ham pauza bo'ladi обязательно. Без pauza hisob bo'lmaydi. Shuning uchun biz har doim pauza. Hozir birinchisi без pauza, чисто разминка. Пустой гриф 20 kilo olamiz. Oyog'imizni qo'yamiz yaxshi, qo'limizni yaxshi uyamiz. O'tirib, razminka. 10 ta. 1 2 3 4 Grif ko'rishlarni Besh. заслуженный deb qaradi. O'zini o'zi oqlagan kerak. Ancha zalga kirmaganman buni. Biz O'zimdan yoshi katta zalga bormadim. hop. Bunda eng Bu grif. Bolalar shu yerda рабочий тяга qilishadi. Например, Olympusdan boshlanishlar 300 kilogacha tortishadi bolalar Olympusda. qarib ketmabdi unda. Mana necha yil bo'lgan bo'lsa, mana tekis grif, 1 gram massa yo'q. Defekt hech narsasi yo'q bu grifda. Bu grif ishlasa yana ko'p yillar ishlaydi. Hech narsa bo'lmaydi bu grif. Men bor ekan zallarda ko'rib qolaman, qarilib ketgan. Bu yerda Ha, bu yerda yo'q. Bu yerda 250 kiloda qarilib ketadi. Nima desa, biz zalda bolalar ko'p og'ir nima ishlashadi, toshlar ishlaydi. Shuning uchun bizda asosiy griflar shu bor. Yaxshi grif, качественный grif. Men o'zim ham yaxshi ko'raman bu grifni. Nima desa, buni jimga ham yaxshi, tiyagiga ham biz, например, zamok ushlaymiz mana. Bu ham yaxshi grif. Zo'r grif. Yoqadi menga. Shuning uchun men shunday qilaman. Nima desa, standart, oldanmaydi. Aytaylik, boshqa zallarda 18, 15 kilo qilgan bolalar turnirga kelganda nimaga og'ib ketdi? Потому что вес emas. Grif 17 kilo. Standart emas. Bu 20 standart. 20 kilo chiqadi standart. Qancha qo'shamiz? Xo'p. Buni ham 60 dan boshlaymiz. Chunki bunda eng og'ir nechaga chiqqansiz? Bunda eng og'iri tak. Shu hozir bilan o'tganda Moskvada 125 gacha bo'ldi. Bundan yoshliga. Uni yelkamda travmam bor uchun ko'p og'ir ko'tara olmadim. Buni to'shni aytaman, ko'p og'ir ko'tara olmadim. Oldin ko'targan, oldin 60, 70, 60, 70 gacha. Yani hozir yo'q, hozir qolmayman. Потому что yelkamda nimam bor, travmam bor, shuning uchun qolmayman buni. Xo'p, endi bunga ham kamatasi bo'laveradi. Потому что biz liftyorlar ko'pincha bolalar mos qiladi, o'zim olaman. Mana mos qildik. Karkas mos qildik. Olamiz endi. Tek tushamiz. Bunda ham pauza bilan. Hop. Hop, 2. Hop, 3. 4. 5. 60 kilo. 5 dan. Buni ham 100 gacha ishlab qo'yamiz bugun. Endi 10 dan so'ramiz. 10 kilo. Ishlangamiz 80 kilo bo'ldi. Podxod orasida 3 minutdan. 3-4 minutdan qilsa bo'laveradi. Bunda ham xuddi shu Bislaniyada katta veslarda bo'ladigan bo'lsa, 7 minut, 8 minutgacha dam bo'lsa bo'laveradi. Nimaga? Atlet, liftyor o'ziga kelishi kerak. Masalan, bo'lish kerak, keyin undan qilsa bo'laveradi. Eng nimasi shu nimada jimyojida ko'p travma bo'ladi. Yerga travma. Yerga ko'p travma bo'ladi. Shuning uchun bunda iloji boricha ko'p razmet qilish kerak. Biz endi sraz boshladik hozir. Buni oldin aytaylik. Ustun gantellarda tikib turib olgan, yo'q, rezinalarda shubut bor-ku. Shularda tortib bo'laveradi. Yaxshi qizib turib, yelkani yaxshi qizib olib, keyin sekin kelsa bo'laveradi. Sizni только liftyor-a? Liftyor, ha. Lekin bodybuilderlar ham bor bolalar. Ko'p kachka qilishadi, boshqa qilishadi. Aslida men yo'nalishim powerlifting bo'lgani uchun ko'pincha bolalar ko'proq shunday. Endi bizlar bodybuilding ham endi sekin-sekin rivojlanishni boshladi endi hozir. Endi vaqt ko'rsatadi, turamiz. Bu powerlifting ko'pchilik doping ovorar ekanda, ashula qanaqa maslahatlarsiz olish shartmi yo? Endi bu yerda odamni o'zini xohishi birinchidan. Lучший variant olmagan yaxshi. Olmagan yaxshi. Nimaga desa endi baribir rana или po'zda baribir bukilmas mumkin, baribir o'zini nimasini beradi. Doping, aytaylik, steroidlar, anaboliklar baribir bukilmas mumkin, o'zini effektini beradi. Lekin bolalar endi qilyapti endi, tozalanishadi o'zlari, vrach orqali gaplashib, salomatchilikni ko'rsatib, analizlarni topshirib qilishaveradi bolalar. Men o'zim aytmoqchi bo'lganim, misol uchun endi ko'pchilik hozir
просто kimgadir yoqaman deb, kimgadir o'taman deb urush bo'lyapti-da. Ha, endi hozir ko'p. Professional bo'lsa-yu, endi boshqa narsa. Ha, u hozir endi ko'p. Endi yoshlar orasida hozir ko'p moda bo'lib qoldi endi. Endi hozir bunday aytganda biz oldin ishlagan paytimizda uncha yo'q edi narsalar. O'sha sayyohlik ishlagan vaqtlarimizda yo'q edi. Bizga shu kerakli mo'l kerak edi. Kerakimizni bilgan bo'lsa aytgan necha yil. 2002-yilda kirib keldi. Necha yil bo'lgan keldi. Hozir aytadigan bolalar keladi, yo'l tayyorlab olsa, o'sha qilishadi. Ko'proq ona bo'lib ishlay desa, shunga bilan nimaga? Uncha ishlaysiz endi. Effekt tez bo'ladi. Effekt tez bo'ladi deydi, shuning uchun uncha ishlaysiz iloji boricha shu sayin. Hozir shu tezroq ishvasa deb tushunadi. Lekin hozir uni sayishiga ham o'zgarib qolmasa kerak, to'g'rimi? U обязательно mehnat bo'lishi kerak. Endi mehnat bo'ladi, ovqati bo'ladi, ovqatni kontrol qilish kerak bo'ladi, analiz topshirish kerak bo'ladi unga, как положено. Shu nasiya qaraydi-da. Shu sayvosiylar bo'lmaydi unda. Bo'lmaydi. Xo'p, endi ikkinchi podxodimiz 80 kilo keldi. Buni endi boyagidan ko'ra bitta tushirib qo'yamiz. To'rtta qilamiz buni. Yana boyagidek mosga turamiz, olamiz. Tek tushamiz-da, sekin tushamiz. 1 2 3 4 Tak, endi 90 va 100 qilamiz. Buni chiqarib, 15 kilo. Shtangamiz 90 kilo bo'ldi. Rostini aytsam, men Moskvadan kelgandan beri o'tgan hafta boshladim. Ha, ben Trenirovkani o'tgan hafta boshladim. Ozgina travma bor shu marta haqda. Shu yaxshi nima bermayapti, shu o'tgan hafta boshladim. Xudoga shukr, hozir yaxshi, yomon emas. Xudo xohlasa, Qozog'istongacha yaxshi bo'ladi. Yana shunaqa trener nima bormi? bo'ladi. Shu bilan ustozlarimiz so'qasi bo'ladi. Shunga shukur xohlasa yana bir byudjetni justasalar bor qolaman. Rossiyada bundan 120-130 dan chiqib qolaman ungacha. Stavka Tiaga, bundan xudo xohlasa shu 200 larga bor qolaman, xudo xohlasa. Niyat bor endi. Niyat bor, nima shunga harakat. 52 yoshda ko'ryapsiz, bo'lmasa sarnamaga deyapti. Sizlar nima qilyapsizlar, hayron. Tak, hop, 90 kilo bo'ldi. Dam olamizmi? Ham yozib nima kerak. Powerliftingda, например, o'zining pravilolari bor, usbat deganda. Pristaniyada aytaylik, pristaniyaga chiqqandan keyin atlet shtangani oldi, chiqdi, oyoqlarini qo'ydi, tekizlandi. Tekizlangandan keyin suvga, g'oyib suvga komanda bo'ladi. O'tir degan aytaylik. Sadis degan komanda bo'ladi-da. Atlet shoshilmasdan o'tiradi, deb shart turgandan keyin shtangani qo'ydi qaytadan, so'ydi deydi. Ishlekan qo'yib qo'yadi shunda. Shunda o'tirib turgandan keyin aytaylik, bez komanda oldi. O'zini kela olmasdan shab o'tirdi, turdi, hisoblas. Sразу qizil bayroqlar berishadi va hisoblashimiz buni. Bu yerda ham yo'q komandaga servis qilamiz. Keyin boya aytgandek, pristaniyada обязательно olgandan keyin yonboshda ikkita suyga bo'ladi-da. Ular o'tirganingizni qaraydi. Shunga hisoblanmaydi. Ko'p nimalar, bu yerdan turib kelsa hisoblanadi. O'tiramiz mana. Shu yerdan shu yerga qaraydi. Baratov bo'lish kerak edi. Shu mana hisob endi. Shu yerdan turaverasiz mana. Bu hisobga olinadi. Turib olsa yo'q. Oldi jilib ketib qolsa yo'q. Orqa jilib ketib qolsa yo'q. Bitta qadam tashlab olsa ham hisob yo'q, hisoblas. Shtangani olib chiqqandan keyin bo'ldi. Atlet mana tekis turadi, bo'ldi. Komandani tutadi-da, komanda berilgandan keyin tajriba qiladi. Unda unaqa. Endi jimga keladigan bo'lsak, jimda ham har xil nimalarda federatsiyalarda har xil aytaylik. Ayrim federatsiyalarda atlet o'z holatida shtangani tushiradi. Ustiga komanda beradi, jak ko'taradi, stroyka qo'yadi. Boshqa bir federatsiyalarda atlet shtangani oladi, shu yerda suvga start deydi, shuni tushiradi. Jak ko'taradi, ushatiladi. Stroyka qo'yadi. 3 ta bo'ladi bunda. Bizda ham xudo xohlasa 17-mayda shundan bo'ladi. 3 ta komandalar bo'ladi. 17-mayda. Shu. Bu yerda nima farqi yo'q, doping, bezdoping bo'laveradi, to'g'rimi? U yerda endi ayrim bir nimalarda, katta federatsiyalarda doping tekshiriladi. Buni atlet o'zi hisoblaydi. Xohlasa doping kontroldan chiqsin, xohlasa biz doping kontroldan chiqsin. Bunga nimasi yo'q, chiqadi. Keyin misol uchun men endi powerlifting unchalik qiziqmaganligim uchun tushunmayman, lekin shunaqa holatlar bo'layotganini menga aytishdi.
atlet 85 kilo, lekin daftarga 80 kilo yozdirib qo'yadi. Misol uchun 73 kiloda borib turib 67ni tanish qilib Yo'q, unaqa qilishda kerak. Unda bo'lmay qoladi. Nimaga desa aytaylik, 67dagi aytaylik bola chista 67da chiqsa, u bechora qancha mehnat qilgan o'zi biladi. Aytaylik 3 oy, aytaylik 4 oy. U ashvest tushadi, ashvestda yurdi. Torozgacha ashvestda bordi. Narigi bo'lsa, uni qimmatda 67 tushib oldi. 67 tushib olgandan keyin bu yerda 1 kilo 2 kilo allaqancha raznica beradi. Vesda. 1 kilo 2 kilo ves bor odam allaqancha ko'tarishga yana muvofiq bo'ladi-da, ko'targanlar bunga. Buni qo'yib qoladi. U nechesini qiladi. Bu shu variant 75 da 67 chiqqan. O'zini o'zi aldagani ham qoladi deb o'ylayman. Misol uchun Aldagani qoladi. 75 kiloli odam 67 da chiqib olib ko'tarib 67 kilolar yutib qo'ysa, narigi meni yuting deyishligi mumkin, lekin o'zining ichida baribir bo'ladi-da. Bu agar o'ziga nima qiladigan bo'lsa, o'ziga kelgan uyat bo'lishi kerak endi. Aslida Nima desa, o'zini tan olish kerak. Nima deganda 67 dagi bechora bola qancha nima qildi, harakat qildi. U 75 dan 67 ga tushib oldi, u ish ishlaydi. Yaxshi. shu uchun iloji boricha bu sportda женский мужской bo'ladi. Sizlar мужскойda qatnashganingizdan keyin iloji boricha nelar sababli o'g'il bolachiga borganingiz chunki bu yoqdagi sizlar просто tanish bo'lishga 80 kilo bo'lib 70 kiloga yozdirib qo'ysanglar, nariyoqdagi 70 kilo bola qancha qiynalib mehnat qilgan. Alo. Shuni ham hisobini olib, sizlardan iltimos, unaqa qilmanglar. To'g'ri, men misol uchun sizlar o'tkazayotgan turnilarga bormagan bo'lishligi mumkin, boshqa bo'lishligi mumkin, lekin men eshitganim biroz ko'pchilik shunaqa tanish bilish qidirib yurar ekan. Bu o'zingizlarga ham uyat bo'lishi kerak. On nari qizga telefon chaladi, nari qizga Agar berib sizga qo'ying. tegib ketgan bo'lsa, mana shu gap. Demak, sizga ekan shu gap. Apqolmang. 90 kilo. 90 kiloda endi 3 taga harakat qilamiz hozir. Boya aytganimdek, qulay bo'ldi. Ikkinchi haftam, lekin 90 kilo birinchi marta bugun olishim. Tramvaga ehtiyot qilamiz. Bir. İki. 3. Yoshini hisobga qo'yasizlar. Yoshi 52 yoshda. Atrofdagi ellik yigirma odamlar qarab qarasa. Qanday desam, men, например, buni sal qiyinroq. Pauza bilan jalqish qiyin. Например, hozir men polni правильно bo'yicha qilyapman. Taz ko'tarmayapman, oyog'imni yerdan uzmayapman. Qo'llarimni tik ushlayapman. Обязательно pauzani 1 sekundda osh ushlayapman. Bu любой turnirga borganda kerak bo'ladi. Mishtor обязательно shuni ushlasa yaxshi bo'ladi. Pauza bilan. Shu yaxshi bo'ladi. 90 qildik, endi xudo xolasa mana 100 da 20 bor ekan. Normal 20 bor. Kilo bo'ldi. 100 kilo bo'ldi shtangiz. Iloji bo'lsa zamon so'ragan yaxshi. Misol uchun zallarga borsak, только yoshlar zalda. Endi 30 40 ga kirmagan, только 30 dan past ko'p zallarga borganimda yosh kattalarni ko'rmadim-da. Misol uchun mana 45, 50 уже aytmoq bo'lganim ularni qanaqadir chaqirib, nima qilish kerakmi? Ularda endi ko'pincha odam endi yosh o'tgan sari oila, bola chaqa, to'y, bu narsalarga ko'p berilib qoladi-da. Shuning uchun endi vaqt oz bo'lgani uchun kela olmaydi. Kelgani yaxshi. Nima desa, qancha harakat qilsa, qora aylanishi yaxshi bo'ladi. Ayog'iga, например, shu tizzasiga, bo'g'inlariga tuz to'plamaydi. Harakat qilsa, shu qancha harakat qilsa o'zi yaxshi. Hozir bizga, например, zalga ko'p berishadi. Yosh bolalar ayniqsa ko'p beradi. Vrach aytdi, sport bilan shug'ullaning. Ungacha-chi, ungacha yedim aka, yurdim shu. Ko'p sovuq yedim, ko'p osh yedim shunaqa. Qonlashib ketgan. Ko'plar keladi aytadi aka shu nima testosteron tushib ketibdi menda. Qanaqa qilmagan, harakat qilmaganman. Fast food ko'p yeydi. Aql qo'llar ishadi. Hozir kimga ko'p yeyib ketdi, ovqat. Shular ko'p iste'mol qilgani uchun, shuning uchun o'sha yaxshi narsa bo'ladi. Ko'p yeydi. Zararsiz. Shu. Bularga shu mana 12 yosh bo'lsa, yaxshi. Hech qanaqa narsa yo'q. Birinchi aytishidan avval kelish kerak edi, baribir. Ha, qancha oldin olib, qancha harakat qilib, ertaroq kelib zavq qilib maqsad yaxshi bo'ladi. Men ikkasini eshitib oldim. Endi statistika bo'yicha aytyapti-da. Hozirgi o'sha qirg'izda tepasidagi odamlarda ko'pchiligi yugurishni esdan chiqarib qo'yibdi.
%100. Yugurish, haligi umuman yugurmay qo'yganligini hisobidan yugurish походkalari o'zgarib ketar ekanda odam. Umuman yugurmagan odamni yugurayotgan ko'rsa boshqacha bir g'alati bo'lib qolar ekan. Hozir mana aytaylik, mana bizga mayga ko'pincha bolalar ko'p bo'ladi, kichkina bolalardan keladi. Например, biz yoshligimizda zalga kelsak, yugurib borib tortib tushaylik, например, bo'lmasa, ana trenajyor qanaqa ekan deb tortib ko'ramiz, например, bo'lmasa, gantel ko'tarib ko'ramiz. Qiziquvchan. Ha. Hozir o'tganda bir bola keldi, bolasi bilan. Endi 3 yoshar, 4 yoshar bola, haligi bola. Hech narsaga ahamiyat bermaydi. To'g'ri telefonda oldi o'tirdi. Men atga qarab turdim, qancha nima qilib kelsa. Dadasi trubkasi bitmish turadi, telefonda turdi. Qarasam, mana shu bir narsa o'ynayotgan bo'ladi, bir narsa qilayotgan bo'ladi. Bir gram mana odamlar nima qilyapti, mana atrofdagi mana yo'q, ahamiyat bergani yo'q. Bir gram. Ularga ko'p bo'ladi. Ko'p kelishadi, ota-onalar bilan keladi. Hech narsa qilishmaydi. Biroqlar bor, ha, yugurib maslahat qilishadi yosh bolalar. Lekin ko'p ishlar qilib telefon oladi. Ashuna bo'lib qo'ysam bo'ladi. Ha, o'zi buni borgan sari ularga ahamiyat bermasa, ota-onasi, dadasi, boshqasi. Shu borgan sari ko'zini oldiradi telefonga. Borgan sari faqat shu telefon hayot bo'lib qoladi. Unda bilan navigatsiyasi yo'q, harakati yo'q. Shu o'rganib qoladi. Shu bo'ladi yo'q. Baribir 3-4 yoshlar bo'ladi, aybi yo'q o'zi aslida. Aybi yo'q. Ha, dadasi nimasidan shu iloji boricha telefondan nariroq qilish kerak. O'g'il bola bo'ladimi, qiz bola bo'ladimi, shu iloji boricha telefondan nariroq qilsa yaxshi bo'ladi. Xo'p, 100 kilo qilaylik endi. Ne deysan? Bizni Shavkat zalda, Daryoda akaxonimiz Hop. shunaqa sharoit yoshlar nima qo'ysam bo'ldi. Sizlar uylardan ketadigan mashhur bilasizlarmi? Hozir maktablarga boradigan mashhurlar bor. Xuddi shunaqa zalga qilib qo'ydilar. Endi o'ylayman, bundan boshqa yana sizlarga qanaqa kerak? Men oldin zalga borganimda Shavkatga bo'lsa men peshkom borgan aytgan bo'lgan. Hozir mana yoshlarda shu peshkom yurmasin, bo'lmasa kechqurun borib nima qilasan deyishmasin deb turib, o'zlarini mashrutim yo'lga qo'ygan. Sizlar qayerdan, misol Karavanskiydamisizlar, qayerdan, Angliya ko'chami, Polduslik, Alxozdamisizlar. Mahallalarga olib kelib qo'yadi mashinasi. Shu darajada uslub qilib qo'ygan. Endi shunaqa bo'lsa ham bolalarga telefonni berib qo'yib bilan meni tinch qo'y desanglar, sizlarga yarashmay qo'yadi. Tak, ishlaganimiz 100 kilo bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah. Tak, harakat qilaman ishlaga. Har qalay aytgandek, birinchi marta 4 oydan beri. Ya bismillahirrohmanirrohim. Bo'ldi, qilaveramiz. Xo'sh. Neda? Bo'ldi, ishladik. Bu es hazakan ves emas. 4 oy bo'ldi. Bugun birinchi marta eschesini. 4 oydan keyin. Xudo xohlasa nasib qilsa, yana bir kelganlar bor. Bu esga yana bir narsani aytib qolaman. Prosentga hisoblaganimizda dunyoda 90% odam 100 kg ishla olmaydi. Ashuni hisobga olaylik. Yoshini farqi yo'q. 20 yoshlar rasida testosteron to'lib turgan yoshlarni hisoblaganda ham 100 tadan 90 ta odam 100 kg ishla olmaydi. Ular orasida men ham bor. Men aytgandek, aytaman to'rada bo'lgan bo'lsa, Xudo xohlasa nasib qilsa, bir deb qo'yganlarda 100 kg Xudo xohlasa 10 marta qilib beraman. Xudo xohlasa. Yaxshiniga yamoq. So'rasizlarga to'qson bo'lsa. Krossovkani nimaga almashtiryapsiz? Endi biz hozir tiaga qilamiz. Tiaga qilish uchun mana bu mushaklari bor. Bu bo'lmaydi bu. Tiagaga обязательно tagi tekis bo'lishi kerak va yumshoqroq bo'lishi kerak tiagaga. Shuning uchun hozir men buni kiyaman. Aytdim-ku, boya aytdim-ku. Liftyor обязательно hamma yo'q o'zi bilan birga bo'lishi kerak. Xud turnirga borganda, xud boshqa yerda, например, zalga borganda hamma yo'q o'ziniki bo'lsa, shu iloji boricha travma bo'lmaydi. Degan trenirovkasi yaxshi bo'ladi. Mana endi buni kiyamiz. Bu spesial o'sha tiaganiki. Spesial. Bu ham spesial o'sha nimaniki, spesialniki. Mana bu ham spesial endi tiagamizniki bu. Bu ham mana spesial tiagaga bu. Nima desangiz alda aytaylik, ko'p bolalar tiaga qiladi-ku. Siz endi liftyorsiz alda aslında ko'p zallar tiaga spesial qilishmaydi. Uni men 100 garantiya beraman. Ko'p qilishmaydi. Nima desa, buni kiyib olganimiz sababi liftyorlar bo'ladigan bo'lsa, ko'pincha bolalar tortgan shirin ketadi oyog'i. Buyog'i. Aytaylik, buni kasalligi bo'lsa, men ham tortsam, men ham shuni bilmasam, bu kasallikni yo'q qolish. Shuning uchun bezatasi shuniki bo'lsa yaxshi. Shuning uchun nimada ham turnirda ham обязательно shuni kiysan. Eslashinmasa, shu turnirlarga обязательно bo'lsa yaxshi bilasizmi? Busiz qo'ya olmaysiz turnirlarga, hech qaysi turnirga. Обязательно bo'lishi kerak bu. Bo'ldi.
Biz oxirgisi chagaga o'tdik. Bunda chaga yo sumo? Bu yerda klassika tortsa ham bo'ladi, sumo tortsa ham bo'ladi. Men endi asosiy sumo tortganim uchun hozir sumo tortaman. Endi bu yerda podsopkalar bo'ladi, например, bundan tashqari ishlaydigan men o'zi ruminskiy tiyagam bor, yarimta tortadigan. Klassik tiyagam bor, tiyaga sprintov deb qo'yamiz. Hozir men buni yerdan tortaman. Men shogirdlarim bu yerda mana tiyaga sprintovlar hozir shuni tortishadi-da. Ulardan olib ko'rsatamiz, oxirigacha yetib boramiz ulargacha. Ular hozir bugun baholasi katta eski chiqishadi ular. Tak, tiyaga sumo endi qiladigan ishimiz. Bu yerda основной texnika. Ko'proq texnikaga zavis qiladi. Texnikani juda yaxshi o'rganish kerak bundan. Ko'pincha hozir turnirlarda bolalar ko'ryapmiz, texnikalari shu aytaylik sumo bo'ladigan bo'lsa, shu yerdan boshlab beli bilan tortadi bolalar, shunday qiladi. Bu yerda endi trener yaxshi bo'lsa, oldindan o'rgatib kelgan bo'lsa, shogirdlarini ham aytaylik yaxshi o'rgatadi. Birinchi o'chir. Kelamizda oyog'imizni o'zimizni qanday o'rgangan bo'lsak, shuncha qo'yamiz mana. Men shuncha qo'yaman mana oyog'im orasiga har doim. Shuncha qo'yaman-da. Endi bunda mana ko'pincha bolalar pas o'tirib oladi. Buni pas o'tirish kerak emas. Pas o'tirsa har doim qiyin bo'ladi bu to'p. Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Shuning uchun mana shu yerda to'xtaydi mana. Tas shu yerda qoladi mana. Tas bu yerda qolgandan keyin yerchani qo'lni tashlaymiz, qo'llar ham polni turadi. Bu как крючок ishlaydi qo'l. Endi o'sha tortib emas yo'q. Как крючокda ilinadi bo'ldi. Mana. Hozir mana olamiz razminka. Razminka bo'ladigan bo'lsa oldik. Tekizlamamizda tortamiz ras. Qo'yamiz. 2 3 4 5 Mana. Bunda eng og'ir qanchaga chiqasiz? Tak, 210. Shu yoshimda. Shu yoshimda. 210 kilo. Sumoga keyin o'tdim endi yosh o'tgan sari bering aslisan, например, sustavni aslisan. Shunda 210 kilo aslikangiz emas, u shungacha bordim. hozirgi bolalar dopingda ham ashaqa zo'rg'a 250 ga chiqish. Boradi. Qo'shamizmi yo shuni? Endi qo'shamiz bunga. Bu 70 kilo bo'ldi. Keyingimiz bunda atletni podgotovkasiga zavis qiladi. Qana podgotovkadan bo'lsa. Endi hozir razmin 40 kilo qo'shaman. 110 kilo qilamiz. Shuni bilan solamiz endi. Обязательно biz magneziy ishlatamiz. Nimaga? Qo'limiz shu sirg'alib ketmasligi kerak. Xvat yaxshi bo'lishi kerak. Biz endi mana magneziyamiz jiddiy, suyuq magneziya. Buni mana suvga olamiz-da. Endi zamon ushlagan uchun ko'proq shu yerlarda magneziya bilan. Hozir buni quritamiz. Bu magneziya nimasi yaxshi? Qaysi magneziya bo'lsa, uqalamaydi, zalda musor qilmaydi, axlat qilmaydi. Nikasini belgilamalari bor, ko'pincha shtangista ishlatadi, ularga ham yaxshi. Lekin ular ko'p nima ketadi, mana bu. Charchalab nima ketadi, zalda shunday bo'ladi. Bo'ldi mana, qatida bu. Buni endi ushlasa bo'laveradi, xudo xolasa. Jiddiy mel, ya'ni bo'ldi mana qatida bu. Bemalol o'sha suv narsa edi mana. Bo'ldi. Hozir shunda 110 kilo bo'ldi. 110 kilo. Esa ham to'g'ri bo'ldi bunga. Ha, 4 oylik damdan keyin. Sizlar buni agar zalga chiqmagan bo'lsalar, vestni tushunishinglar uchun 2 qop un. Tak, bunda ham endi shu yerda mana to'xtab tazamiz baland turadi обязательно. Pas o'tirmaymiz. Tepa tushgandan keyin qo'lni tashlaymiz oldiga. Boya aytgandek крючок. Endi men zamok ushlayman. Ha. Zamok ushlash qiyin bunda ushlash. Bolalar ushlab ham ko'rsatib bo'laveradi endi buni. Endi men zamok ushlayman mana. Shunga men o'rganganman zamok ushlagani. Buni ati zamok mana. Zamok ushladik mana. Endi tekizlarimiz bo'lgandek. Hop. Hop. 60. 110 kilo yengil. Hozir bunda ushladingiz? Ko'pchilik bunda ham ushlaydi. Razna qiladi. Ko'pincha bolalar bunda ushlagani, например, shtanga chiqib ketmaydi.
İki tomonlama ushlanadi-da. Amini tushganda bo'lgan servis oshganchani qo'l ochib ketadi. Shuncha lazzat bor. Og'irroq va suchaya qolish. Ha, shuncha lazzat bo'ladi. Qo'shamizmi? Ha, ha. Agar to'g'ri ushlaydigan bo'lsa, unda обязательно zamon ushlash kerak. Keyin yana bitta nima? Suv tortadigan bolalarga borgan sari zamon bergandan yaxshi. Qo'lni uzayadi, sal bo'lsa ham. Qancha uzunroq bo'lsa, tortgan shuncha yaxshi bo'ladi o'ziga. Shu. Tak, endi 130 qo'yaylik. Ondan sonra 130. Уже 130 kilo bo'ldi. Qashda 3 qop un. 130 kilo. Endi buni ham Xudo xohlasa nasib qilsa, yana bir kelganlarda balkim 170-180 ga yetishib qolganlar rабочий. Hozirdan beraman. Hozirdan resmas 4 oydan. Yoshi ham 52 da уже. Tak, bunda ham xuddi shunaqa 5 minut davom qilib, shoshilmasdan sekin tortamiz bundan. Shoshish yo'q. Tortaylik, da? Tak. 130 kilo bo'ldi ishlanganmiz. Mosh. 130 kilo. Ketadi. Bu hafta yengil ishlayapti, 4 oyda amalgan. Lekin 130 kilo. shogirdlari kelib qolishdi, ishlashyapti. Bir qator ularni ham ko'rsatib ketamiz hozir. Tak, 150 bilan tugataylik endi, Xudo xolasa. Qo'shamizmi? 150 kilo qilamiz, bo'ldi. Bor. 150 kilo. 3 qop un. Tak. Topmaganimizga ancha bo'ldi. Rahmatdan ehtiyot bo'lamiz. Ko'ramiz. Lyamka kerak emasmi? Yo'q, men lyamka ishlatmayman. Shogirdlarimga ham ishlatma deyman, lekin ko'p baribir ishlatishadi. Потому что lyamka ishlatgandan keyin lyamka ko'rgan bo'ladi-da. Qo'l chiqib ketadi ko'pincha. Shuning uchun iloji boricha lyamkaga o'rganmaslik kerak. Kattaroq veslar chiqqanda aytaylik 250, 260, 280 ga chiqqanda balkim ishlatsa bo'ladi. Ungacha kerak Bu yo'q. sportga kerak emas, o'zi aslan. Lyamkami? Lyamka kerak, ishlatishadi bolalar. Shtangada, например, shtangistalar ham ishlatadi, boshqasi ham ishlatadi. Iloji boricha xvatni o'rgatish uchun boshidan shu nimagacha sredniy veslargacha iloji boricha ishlatmaslik kerak. O'shanda qo'l yaxshi ushlaydi. O'rganib qoladi. Tak. Ya bismillahirrahmanirrahim. Zamok. Mosh. Bo'ldi. 150 kilo. 4 oy bo'ldi, 4 oydan beri. Sal qiyin ketdi lekin. Bu Bo'ladi. yoshga вообще zo'r. Yoshligiga biz zallarga borib, trenerlar bilan oxirida hisoblab qo'yamiz. Qancha ko'targanini. Bizda eng kuchligi hozir birda turgan Boston aka bo'lyapti. Ya o'sha 303 kilo ko'targanda. Endi bizda mana qo'shilib qoldi, uniga turli ishlaydi. Hozir endi biz ashunda siznikini alohida hisoblaymiz. 100 kilo. 100 kilo bu. Nariga ham 100 bo'ldi. 100 kilo. 200 kilo. Bu 350 kilo bo'ldi. 350 kilo rekordlar buzib yubordi. Endi bu Leftiorskiy bo'ldi, yoshni hisobga olamiz. Atak yo'q demaganingizga rahmat. Bemalol yuborib vaqt. Inshaalloh kelamiz yana. Aytdim, Xudo xohlab nasib qilsa, hozir esa formada emasman. Formaga kirganman, lekin shuni yana ichi qo'shib beraman, Xudo xohlab nasib qilsa. Inshaalloh. Shogirdlarni ko'ramiz endi kecha. Endi shogirdlardan ishlaymiz, endi ular tashlab qo'ysa bo'lmaydi, shogirdlarga qaraymiz. Bo'ldi, biz nimamiz bitta, Xudo xohlasa. Так. Bering qat bo'sha, boshim ko'tar. Bitta düz. Hop, молодец, давай. Легко. Давай. Dag'ib. Hop, Bosh. Еще раз. Все, bo'ldi yetadi. Qo'shar ekansiz, hali. Kuch ko'paygan. Tak. Bu uchinchi ham 44 yoshda, veteran.
Xudo xohlab nasib qilsa 17 mayda bu ham ustaxonlik tiyaga bo'yicha 90 vesi bor hozir. Shtangada 195 kilo. Tiyaga sprintov deb qilamiz bularni. Ular podgotovkasi hozir Xudo xohlab nasib qilsa. Ularga ham обязательно kontrol qilamiz, qaraymiz. Ahamiyat beradigan joyi qo'lida lyamkasi Tek yo'q. tushishimizda и op sразу tortamiz. Moshni. Ha. Katta. Qattiq ushlab turib, bel tekizlab, oyoq bilan. Op, o, молодец. Moshni. Yana bitta tortamiz bo'ldi. Bel tekizlab turib, oyoq bilan. Op, bo'ldi, yaxshi. Moshni. 44 yosh.